Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham mazali, og'izda eriydigan bo'lib chiqadigan, ko'rinishi ham ajoyib, dasturxonimizni bezagi bo'lib turadigan chakchaklar tayyorlaymiz. Ishimizni boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum, 1 chimdik tuz, 1 osh qoshiqda shakar, yarim choy qoshiq qavartma, ya'ni razrıhlitil va 1 osh qoshiqda smetana solamiz. Bu chakchakimiz siropsiz tayyorlanadi, shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Mahsulotlarimizni hammasini yaxshilab bir xil massaga kelgunigacha aralashtirib olamiz. Tuxumli massamizni aralashtirib bo'ldik. Endi buni ustiga oldindan elakdan o'tkazib qo'yilgan un qo'shamiz. Un taxminan 300-320 gram atrofida ketadi. Yana ham mahsulotlarning turiga qarab unning grami o'zgarishi mumkin. Unni chamalab qo'shishimiz kerak, hammasini birdan qo'shib yubormasdan. Xamirni qoramiz. Qo'limizga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Xamir bilan biroz ishlab, silliqqina zuvali holatiga keltiramiz. Xamir yumshoqligini ekranda ko'rsatib o'tdim. Xuddi shunaqa birozgina qo'limizga yopishadigan yumshoq xamir bo'lishi kerak. Tayyor xamirni 30 daqiqa davomida sovutgichga dam oldirishga qoldiramiz. Oradan vaqt o'tganidan keyin stolimiz ustiga birozgina un sepib, xamirimizni olamiz. Xamir ozgina yumshoq va yopishqoq bo'lganligi uchun oz-ozdan un sepib yoyishimiz kerak. Biroz mushlab ochib olamiz va keyin juva yoki o'qlov yordamida xamirni yoyamiz. Tezda yoyiladi, juda yupqa qilmasdan biroz qalinroq qilib yoyishimiz kerak. Xamirni qalinligini mana ekranda ko'rsatib o'tdim. Endi tayyor yoyilgan xamirni o'zimizga qulay bo'lgan usulda mayda kubik shaklida to'g'rab chiqishimiz kerak. Men tayyor pichoq yordamida kesdim. Bir xil o'lchamda chiqadi. Kesilgan lentalar bir-biriga tezda yopishib qolishi mumkin, shuning uchun tez-tez alohida qilib ajratib oldim. Oralaridan joy qoldirib terib chiqdim. Va kesishdan oldin ozgina un sepishimiz kerak. Juda ko'p emas, nomiga ozgina un sepamiz, yopishib ketmasligi uchun. Va ko'rib turganingizdek qilib, mayda qilib kesib chiqamiz. Hammasini xuddi shu tarzda tayyorlaymiz. Kesilgan xamir bo'lakchalarini tez-tez aralashtirib, unlaridan qoqib olishimiz kerak. Yopishganlari bo'lsa, albatta ajratib olamiz. Va stol ustiga birozgina yoyibroq qo'yamiz. Bu arada oldindan chuqurroq qozonimizga ko'proq qilib yog' solib qizitib qo'yishimiz kerak. O'rta olovda hidsiz o'simlik yog'ida qovurib olamiz. Xamirlardan qizigan yog'ga oz-ozdan solib, xuddi shu ko'rib turganingizdek qilib tez-tez aralashtiramiz va qizarib tilla rangga kirgunigacha qovurib pishirib olamiz. Tezda o'zi pishib chiqadi. Va albatta xamirni ham juda ko'p sovurmasligimiz kerak. Yog'ga tushganidan keyin koptokcha shakliga kelib kattalashadi, ya'ni xamirlar pishganda ko'payib ketadi. Xuddi shunaqa qizarib chiqqandan keyin yoki bundan ochroq yoki to'qroq rangda pishirishimiz mumkin. Pishgan chakchak xamirlarni yog'idan yaxshilab sizdirib olamiz va qolgan xamirlarni ham ko'rib turganingizdek qilib xuddi shu tarzda pishirib olamiz toki xamiri tugagunigacha. Va albatta pishish jarayonida tez-tez aralashtirib turamiz. Hamma joyi chiroyli bir xil bo'lib pishadi.
Chakchak xamirlarni hammasini pishirib tayyorlab bo'ldik. Va endi buni ustiga men to'g'ralgan yong'oq qo'shdim. Bu albatta xohishga ko'ra. Yong'oq, mayiz qo'shishimiz mumkin yoki qo'shmasdan tayyorlasak ham bo'ladi. Yaxshilab qorishtirib olamiz. Endi buni chetga qo'yib turamiz va ichiga solinadigan karamel sousini tayyorlab olamiz. Qaynab quyultirilgan sut 100 yoki 150 gram atrofida va oddiy quyultirilgan sut 300 gram. Ikkalasini yaxshilab qorishtirib olamiz. Sousi tayyor. Xohlovchilar sirop bilan tayyorlasa ham bo'ladi va albatta chakchakni oila a'zolarimiz soniga qarab miqdorini, ya'ni massasini ko'paytirib yoki kamaytirib tayyorlashingiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Hamma joyiga tegadigan qilib. Chakchagimiz tayyor. Idishlarimizga o'zimiz xohlagandek qilib qo'yib olamiz. Xohlasak har xil formalarga joylashtirib tort shaklida tayyorlashimiz mumkin yoki tarelkalarga qo'yib chiqsak bo'ladi. Dam oldirib qo'ysak ham bo'ladi yoki tayyor bo'lishi bilan dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Yumshoqqina og'izda eriydigan, mazasi ham yengil ta'mda chiqadi, unaqa o'tkir ta'mda bo'lib ketmaydi. Juda ham mazali, ayniqsa bolalar birpasda yeb qo'yishadi buni. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Fikrlaringiz, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosish esimizdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.